Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bizda ikkinchi darslik, ya'ni BMG Drive o'yinini kompyuterga o'rnatish haqida bo'ladi. O'rnatishning ikki xil yo'li bor. Ya'ni birinchisi Steam orqali, ikkinchisi torrent fayl orqali yuklab olsak bo'ladi. Ikkalasining farqi nimadaligini sizga tushuntirib o'taman oldindan. Birinchisi torrent orqali yuklaganimizda bizda 0.24-versiya bo'ladi, biroz eskiroq versiya. Bu modlar bilan yaxshi chiqishadi, shuning uchun shu versiyani tanlaganmiz. Keyin bu crack versiya hisoblanadi. Buni ham hisobga olishingizni so'rab qolaman, chunki crack versiya baribir noqonuniy hisoblanadi. Bunda qaysidir joyi ishlamasligini hisobiga bu crack versiya ishlaydi va biz uchun tekin bo'lgan. Bunga o'zi shu dasturni crack qilgan odamlar qanaqadir o'zini qo'shimchalarini qo'shgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun bizda qanaqadir muammolar keyinchalik tug'ilishi mumkin. Shuning uchun biz Steam orqali sotib oladigan bo'lsak, o'zi arzimagan $12.5 turadi. To'g'ri, kim uchundir bu arzimagan, lekin shu ishda ishlagandan keyin ozgina baribir rasxod qilgan ma'qul hisoblanadi. Kompyuter xarakteristikalariga keladigan bo'lsak, kamida i5 12400 avlod bo'lishi kerak. Video kartangiz kamida 6 GB bo'lsa yaxshi. Shunda yaxshiroq ishlaysiz. Agar undan ham zo'r bo'ladigan bo'lsa, nur ustiga a'lo nur hisoblanadi. Hop, birinchi navbatda torrent orqali yuklab olishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun darslik kanalida berilgan silkani brauzer oynasi orqali mana shu joyda qidiruv bo'limiga tashlaymiz va bizda ko'rib turgan oyinangiz ochiladi va bu joydan biz skachat tugmasini bosamiz. Mana bu joyda skachat bor. Buni bosib, biz skachatni bosadigan bo'lsak, o'zi tortish boshlaydi. Mana shu joyda ko'rinib turadi. To'lgandan keyin buni ustanovka qolaverasiz, bemalol Xudo xolisa muammo qilmaydi. Agar qanaqadir muammo qiladigan bo'lsa, men o'zimga aloqaga chiqsangiz, tayyor faylni tortib olib, ustanovka qila olmayapman deb menga skrinshotlar bilan tashab bersangiz, men o'zim sizga to'g'ri yo'l ko'rsataman yoki o'zim qilib berishga harakat qilaman. Buning uchun AnyDesk orqali kompyuteringizga ulanib kirishimga to'g'ri keladi. Hop, birinchisi bu 0.24 versiya, mana yozib qo'ygan bu yoqda. Hajmi 10 GB hisoblanadi. Hop, buni tortmaymiz. Endi biz Steam akkauntga kirishni o'rganamiz. Steam akkauntda ro'yxatdan o'tishni sizga sayt orqali ro'yxatdan o'tishni tavsiya qilaman, chunki bu yerda biz ro'yxatdan o'tadigan bo'lsak, bu yerda captcha degan narsa bor, ya'ni inson robot emasligini isbotlab berish kerak. Shu joyda ko'pincha muammo bo'ladi. Shuning uchun men saytdan o'tishni tavsiya qilaman. Saytdan o'tish uchun kiramiz, mana shu qidiruv bo'limiga Steam deb yozamiz. Steam deb yozganimizda bizda birinchida kelib chiqadi. Shu joyda saytga kiramiz va bu joydan Votik tugmasini bosib, mana shu joyda login parolingiz bo'lsa kirishingiz mumkin yoki bu yoqda yangidan Sazat akkaunt qilib, o'zingiz ma'lumotlaringizni kiritishingiz mumkin. Pochtangizni kiritasiz, elektron pochtani tasdiqlaysiz, joylashuvni belgilaysiz. Misol uchun keyin bu yoqda inson ekanligingizni isbotlaysiz. Ba'zida to'g'ridan to'g'ri isbotlanadi yoki ba'zida sizga qanaqadir o'yin ko'rinishidagi sizga captcha beradi. O'sha captchadan foydalanib tasdiqlab продолжить tugmasini bosishingiz kerak bo'ladi. Shundan keyin Gmail pochtaga tasdiqlash kodlari boradi. O'sha ma'lumotlarni kiritasiz. Agar buni ham qila olmasangiz, aloqaga chiqsangiz, qayerda muammo bo'lsa, imkon qadar sizga muammoni hal qilishga yordam beraman yoki o'zim to'g'ridan to'g'ri sizga qilib berishim mumkin. Ro'yxatdan o'tganimizdan keyin login parolni shu joyga tashlaymiz. Login parolimni yozdim va White tugmasini bosdim. Bu Steam akkauntini o'zida ketyapti hozir. Bu internet saytida emas, Steam akkauntda, ya'ni Steam programmasida. Hop, Gmail pochtaga kod keldi. Buni kiritamiz. Ko'rib turganingizdek, men Steam saytimga kirib oldim, akkauntimga kirib oldim va bu joydan biz o'yinlarni qidirishimiz mumkin. Bu yerga BMG deb yozadigan bo'lsak, mana birinchida kelib chiqadi. Narxi $12.5. Mana shu joydan biz menda уже sotib olingan, shuning uchun o'ynaysanmi deb o'ynashni to'g'ridan to'g'ri taklif qilyapti. Mana shu joyda sotib olish chiqadi. Sotib olishda shu belgilangan summa Visa kartangizda bo'lishi kerak. Visa kartangizga pul qanday qo'shasiz? Hozir buni ham siz bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun Kashlok bo'limiga o'tasiz. Bu kashlok bo'limiga va shu joydan пополните balansni ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Sizga yana qo'shimcha tarzda O'zbek akkauntidan
o'zbek summadan sразу Steam akkauntga pul tashlashni ham ko'rsatib o'tamiz. Keyingi darsligimizda bo'ladi. Hozircha bizda shu.